Qozog'istonga tuxum olib kirish taqiqlandi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Qozog'iston Qishloq xo'jaligi vazirligi 4-aprel kuni mamlakatga tovuq tuxumlarini olib kirishni taqiqlash to'g'risidagi buyruqni imzoladi. Qozog'iston hududiga 3-mamlakatlardan va Yevropa iqtisodiy ittifoqi davlatlaridan yangi tovuq tuxumlarini barcha turdagi transportda olib kirishga 6 oy muddatga taqiq joriy etilsin, deyiladi buyruq matnida. Tuxumlarni Qozog'iston hududi orqali boshqa davlatlarga yetkazib berish davom etadi. Vazirlikning yuqoridagi buyrug'i 9-aprelga kuchga kiradi. Qishloq xo'jaligi vazirligi tushuntirilishicha, bahor-yoz mavsumida mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash maqsadida tuxum importiga vaqtinchalik taqiq o'rnatilgan. Chunki ushbu davrda odatda tuxumga bo'lgan talab pasayadi. Hozir ehtiyojlari sanoat ishlab chiqarishi va uy xo'jaliklari mahsulotlari hisobiga to'liq qoplanadi. Bu esa tuxum narxlarining tushishiga olib keladi va parrandachilik fabrikalari faoliyatiga hamda ishlab chiqarish rentabiliga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, ushbu davrda tuxumning saqlash muddati qisqaradi, ammo texnologik jarayonlar barqarorligi sabab ishlab chiqarish hajmi kamaymaydi. Bu esa omborlarda ortiqcha mahsulot zaxirasining to'planishiga olib keladi. Ko'rsatilgan omillarni hisobga olgan holda tashqi savdo siyosati masalalari bo'yicha idoralararo komissiyada Qozog'iston hududiga tuxum olib kirishga vaqtinchalik cheklov choralarini belgilash maqsadga muvofiqligi ma'qullandi, deb xabar qildi vazirlik. Bu xabarni barcha do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.